so'rabdilar. Ya Rasululloh, ota-ona shunaqa ulug' bo'ladi, shunaqa ulug' bo'ladi. Yuziga bitta boqsa-chi, bitta haj savobini oladi. Uyimizda otamiz, onamiz borki, yuziga qaraymiz-ku. Onajonim meni, oyijonim meni degan odam bir marta hajga borganda savobini oladi. Sahobalar so'rasa, 100 ta qarasa-chi desa, 100 marta haj savobini oladiganda Allohu akbar degan ekan. Ya takbir. Ana uyingizda. Oldin uni ziyorat qiling. Keyin orttirsangiz, keyin borib ziyorat qiling. Gapim yuragingizga og'ramay, biz onamizga baqiramiz. O'zim bilaman deymiz, dadamizga baqiramiz. Otamiz, onamiz oldida uf tortib o'ramiz, yomon gapini so'kib o'ramiz, o'g'limizni jirkib o'ramiz. Borini qilgin, borini qilgin deb. U ota-ona ulug' ne'mat, boshimizga qo'ngan qo'shular ertaga bir etib uchib ketadi. Qaydan topasiz ayting? 100 marta Samarqandga kelsangiz ham 100 marta Ibrohim alayhisalomni borib Ka'bani ziyorat qilsangiz ham topa olmaysiz.